Mana boshlab oldik. Selga 444.91 da boshladim. 44.82 da yana ochdim. Selga 44.77 da yana ochdim. 44.72 da yana ochdim. 77. Alloh, mana selga qarab dahshat yurib ketdi. Xudo xolasa zo'r. Ertalab 6:05 da boshlaganman. O'zi mana 6:34 bo'ldi. Yarim soat. Natija. Ertalabda bozor zo'r yurib beradi-da. Holat zo'r, mana selga go bo'libdi mana. Holat a'lo darajada. Yarim soatda mana $750. $700 deganda ham. O'zi yuradi, tiniq yurib beradi pastga. Xo'sh. Asal bo'lib ketdik, asal. Shu sifrlarni ko'rsam tiniq mashinalar esga tushib ketadi. BMWlar. Dahshatlar. Bu xo'janoblar ham sezonda berishdi. Qisqasi yopaman do'stlar. Nimaga? Ko'ngil yo'q degan joyda men yopaman. Ko'ngilga qarab ish qilaman. Mana 5182. A'lo darajada. Yuradi bag'i-yu, menga yetadi, risk kerak emas. Bir kunda bir mahal kecha ham misol uchun $600 ishladi. Yetadi. Bugun ertalabdan kirdim. $700.